Baqlajon gazakli bu salatni siz ham o'rganib olganingizdan keyin kommentariyamga kirib rahmat deb yozishingiz aniq. Men ham rus food blogeridan o'rganib, spasiba deb yozib qo'ydim. Baqlajonni yuvib tozalab shu ko'rinishda to'g'raysiz. Tuz sepib bir chetga olib qo'yasiz. Pomidorni ham to'g'rab, choperdan chiqazasiz. Bulg'or qalampiri va piyozni ham yirikroq to'g'raysiz. Bungacha baqlajonni ajrab chiqqan suvini to'kib tashlab, tovaga yog' quyib qizdirib, baqlajonni ikki tarafini qizartirib qovurib olasiz. Qozon tagiga o't yoqasiz. Siz oddiy gazda tayyorlasangiz ham bo'ladi. Qozonga avval maydalangan pomidor, ozginagina tuz solib, qaynab chiqqach, ustidan to'g'ralgan piyoz, bulg'or qalampiri solib 3 daqiqa qaynatasiz. Ketidan maydalangan sarimsoq, piyoz, dungan qalampiri, qovurilgan baqlajonni solib tuzini rostlab, o'simlik yog'i va mayda to'g'ralgan ukropni solasiz. Yana 3-4 daqiqa qaynatib qo'yasiz. Bu orada bo'sh turmadim. Bu salatni tayyorlashda xizmat ko'rsatgan salfetkamni idishga solib, ustidan eko mahsulot bavi parashokdan solib, qaynagan suv quydim. Reaksiyaga kirishtirib, ko'pirtirib, osongina chayib oldim, top-toza qilib oldim. Ko'rganingizdek yangiday bo'ldi. Baqlajon gazakli salatimiz ham pishib yetildi. Yuvib sterillangan bankalarga yopasiz. Ortib qolganini nonla bilan mazza qilib bo'ktirib yeb olasiz. Mazasi haqida siz ham tayyorlab ko'rganingizdan keyin gaplashamiz.